Ademga yarasha taqdir, taqdirga yarasha odam. Chingiz Aytmatov. Bugun 12 ayning 12 kuni, ya'ni intayin xayrli bir kun. Chunki bugun 20-asrdagi dunyoviy yozuvchi Chingiz Aytmatovning tug'ilgan kuni. Bu hayot vaqtida Sovet ittifoqi, Qirg'iziston adabiyoti, shundaqla dunyo adabiyotiga nurg'un o'chmas turlarni qo'shgan. Gerçi o o'zi olamda o'tgan bo'lsa-mu, lekin uning o'lmas asarlari dunyoning har qaysi joylarida, har qaysi tillarda kuchli ta'sir bilan tarab yurmoqda. Biz bugun bu yozuvchimizga bo'lgan cho'nqur sig'inish va hurmatimizni ifodalash uchun tuanda bu yozuvchimizning ish izlarini qisqacha eslab o'tamiz. Chingiz Aytmatov, millati Qirg'iz, Qirg'izistonning danglik yozuvchisi, diplomatiya amaldori. Uning to'liq ismi Chingiz To'raqulович Aytmatov. 1928-yil 12-ayning 12 kuni Qirg'iziston Sovet Sotsialistik Avtonom Cumhuriyeti Talas oblastida Shekar kentida dunyoga kelib, 2008-yil 6-ayning 10 kuni Germaniya Nürnbergda kasal sababini 80 yoshda olamdan o'tgan. Bu balliq chaqlarda ota-onasi bilan Qirg'izistonning o'sha yerda turgan. Keyin dadasining vazifasi o'tganligi sababidan butun oilasi bo'yicha Moskvaga ko'chib borgan. Yaxshi kunlar uzoq bormay 1937-yilga kelganda dadasi Sovet ittifoqiga qarshi harakat bilan shug'ullanadi deb qaralinib, qo'lga olinib, keyingi yil etib o'ldirilgan. Bundan keyin u yana burunqi Shekar kentiga qaytib kelib, namratlik hayotini boshlagan. Shu vaqtda dadasi sotlangan deb Chingiz Aytmatovning onasini ish qilmagan. Chingiz Aytmatovning maktabga olmagan. Bunun bilan ularning turmushi ocharchilikda qolganda 9 yoshli Aytmatov onasiga yordamlashga boshlagan. U rus tilini bilganlikdan uni dastlabda pochtaxonaga xat to'shquvchilikqa qabul qilgan. Vatan urushi mezgilida 14 yoshli Aytmatov kent oila komitetining ish xotirligicisi bo'lgan. Urushdan keyin hayvonot texnikasi sho'yaniga o'qish kirgan. Keyin yana Moskva yezgili sho'yaniga o'qish kirib 1953-yilda o'qishni bitirgan. Bu o'qiyotgan mezgilda asar yozishga boshlagan bo'lsa-mu, dadasining sababidan uning yozgan nurg'un asarlari Qirg'iz matbuotlari tomonidan qabul qilinmagan. Shuning bilan matbuot ishlagan Aleksandr Tartovskiy degan odam uningga asarni ruscha yozib Moskva matbuotida e'lon qilish taklifini bergan. U shuningdan boshlab tunishga boshlagan. U Jamila Batmabat, Samanchining yo'li, Elvida Gulsara, Birinchi muallim, Oq paraxod, Chingizxonning oq buluti, Al-Ayt qiyasi, Tog'lar g'ulg'anda, Baldur kelgan turnlar qatorliq nurg'un hikoya postlarni ve eserden alqan bir gün Kıyamet, Kassandra Tamgız qatorliq romanlarını yazgan. 1952-yilda Qirg'iziston Kommunistik ishlar ittifoqi a'zolari gazetida Axborot xizmatchisi nomli povestini e'lon qilib, ijodiyat hayotini boshlagan. 1958-yilda Jamila nomli povestini nashr qilib, butun dunyoga tanilgan. 1963-yilda Yaylaq va tog'larning hikoyasi nomli maqolalar to'plami nashr qilinib, Lenin mukofotiga erishgan. 1980-yilda eserden alqan bir gün nomli birinchi roman nashr qilinib, Sovet ittifoqi davlat mukofotiga erishgan. 2006-yilda eng oxirgi roman Tog'lar g'ulg'anda nashr qilingan. U Qirg'iz xalq yozuvchisi, Qirg'iz Milliy fanlar akademiyasining akademiki, sotsialistik emgakning baturi, Lenin mukofotining va Sovet ittifoqi mamlakatlik mukofotining egisi, To'qto'g'ul nomidagi mukofotining egisi, Qirg'iz xalq jumhuriyatining xalq baturi, Germaniya, Fransiyadagi Yevropa fanlar akademiyasining akademiki. Uning asarlari 170 necha xil tilga tarjima qilingan, 120 necha davlatda nashr qilingan. Umumiy tiraji 60 million parchasini ochdi. U Lenin mukofoti, Sovet ittifoqi davlat mukofoti qatorliq nurg'un mukofotlarga erishgan. Uning yozgan asarlari voyaga yetib Nobel mukofoti nomzodligiga bir necha qatim ko'rsatilgan bo'lsa-mu, ma'lum sabablar tufayli Bag'la Zayd tomonidan qoldirib o'tilgan. 1966-yildan boshlab Sovet ittifoqi Oliy sudining vakili bo'lgan. 1976-yildan boshlab Sovet ittifoqi yozuvchilar jamiyati ijroiya hay'at shuychisi bo'lgan. U yana Qirg'iziston Kommunistik partiyasi markaziy komitetining a'zosi bo'lgan. U Sovet ittifoqining biologdagi iqtisodiy ittifoqda turishliq bosh elchisi bo'lgan. Sovet ittifoqi boshlangandan keyin 1991-yildan 1994-yilgacha Rossiyaning biologda turishliq iqtisodiy ittifoqida turishliq davlat bosh elchisi bo'lgan. 1994-yildan 2008-yilgacha Qirg'izistonning Fransiya, Belgiya, Lyuksemburg va Gollandiyada turishliq bosh elchisi bo'lgan. 2008-yilni Qirg'iziston Cumhuriyati Chingiz Aytmatov yili qilib bekitgan.